Bismillahirrohmanirrohim. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: 3 kimsa bor, qiyomat kunida Alloh ularga rahmat nazari bilan boqmaydi va ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bordir. Ular yo'lda ehtiyojidan ortiqcha bo'lgan suvni yo'lovchiga bermagan kimsa, imomi, xalifa yoki hokimi bilan faqat moli dunyo ko'zlab baytlashib, agar imom o'sha moli dunyodan berib tursa, rozi, agar undan bermasa, norozi bo'ladigan kishi, tijorat molini asrdan keyin bozorga qo'ygan va oluvchiga o'zidan boshqa iloh yo'q bo'lgan zotga, Allohga qasamki, bunga falon so'm berib olganman deb qasam ichib, mana shu yolg'on qasamiga boshqa birovni ishontirgan kimsa. So'ngra ushbu oyatni o'qidilar. Allohga bergan ahd paymon va qasamlarini ozgina qiymatga sotib yuboradigan kimsalar uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir. Qiyomat kuni Alloh ularga so'z qotmaydi, ularga rahmat nazari bilan boqmaydi va ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bordir. Oli Imron surasi 77-oyat.